The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang. Amerika prezidenti Joe Biden 6 noyabr günü Xitoyning Uyg'urlar qarata sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi tufayli Xitoyning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilganligini e'lon qilgan. Bu Biden hukumatining hozirga qadar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarata qo'llangan eng qattiq geosiyosiy jazolash tadbiri bo'lib hisoblanadi. Biden hukumatining qarori Amerika-Xitoy munosabati intayin keskinlashib ketgan bir vaqtda e'longan. Biden hukumatining aytishicha, Amerika hukumati bu qarorga asosan Beijing qishliq olimpikiga rasmiy hukumat vakillari o'mik avatmaydi ekan. Aqsarayning bayonotchisi Jin Saki dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Xinjiangda davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligi va insonlikqa qarshi jinoyati va shundaqli boshqa kishilik huquq dafsandichiliklari sababli hukumatning musobaqaga diplomatik yoki hukumat vakillarini avatmaydiganligini bildirgan. Biroq Biden hukumatining boyquti Amerika tanarkachilarini o'z ichiga olmaydi ekan. Jin Saki, biz Amerika komandasidagi tanarkachilarni to'liq qo'llaymiz. Biz vatanda turib ularni olqishlash bilan bir vaqtda ularning 100% orqasida turamiz. Biroq biz bu musobaqaning davringiga hassa qo'shmaymiz degan. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. We will not be contributing to the fanfare of the games. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. As the President has told President Xi, standing up for human rights is in the DNA of Americans. We have a fundamental commitment to promoting human rights, and we feel strongly in our position, and we will continue to take actions to advance human rights in China and beyond. Biden hukumati kishilik huquq tashkilotlari va Amerika davlat majlisining ba'zi a'zolarining Beijing qishliq olimpikini umumyuzlik boykot qilish to'g'risidagi qattiq besimga uchrayotgan bir paytda uningga diplomatik boykot e'lon qilgan. Navbatda Amerikaning ittifoqdoshlarining Oqsaroyning qaroriga agishadigan yoki agishmaydiganligi va Xalqaro Olimpiya komitetining qandaq inkos qaytardiganligi texnik emas. Ilgari Kanada, Avstraliya, Angliya qatorliq davlatlar diplomatik boykot qilishni o'ylashayotganligini aytgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Oqsaroy qishliq olimpikni diplomatik boykot qilishning bir qancha soat oldida Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian olimpikni boykot qilishga qarata qat'iy qarshi tadbirlarni oladiganligini bildirgan. Ammo u qanday qarshi tadbirlarni oldiganligini aytmagan. Bu Amerikaning 1980-yil Moskva yozliq olimpikini boykot qilgandan buyon ikkinchi qitim olimpikni rasmiy boykot qilishidir.